Ağzıma tushib, siz ushladingizmi? Nima temirmi? Yo'qpa. Bo'lsin, bolalarim makkan bo'lsin. Allohim dardlariga shifo bersin. Hamisha Allohim qo'llab-quvvatlab bersin. Topganlariga baraka bersin. Allohim hamisha qo'llab-quvvatlab bersin. Hammalaringizni Allohimning nazariga topshirdim. Hamisha nazarda bo'lingizlar. El xalqqa mana shunday nogironlarga yordam qilsalar. Allah'ım hamisha qo'llaydi, quvvatlaydi. Allah'ım shular qatorida ko'p qatori, el qatori meni bolamga ham, shu dardman bolamga ham sog'lik, salomatlik bersin. Uzoq umr bersin. Dardlariga shifo bersin Allohim. Amin. Allohu akbar. Rahmat onajon. Qashqadaryolik akajon, ko'rib turgan bo'lsangiz, boshingiz omon bo'lsin. Onam sizni chin yurakdan duo qilishdi. Akamizni mana xursandchiligi uncha ko'p gapira olmayaptilar. O'sha bizni musofirda ko'rgan, qo'llab-quvvatlab kelayotgan opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz, yosh katta otaxon va onaxonlar, Tojikistonda ko'rayotganlar, Qirg'izistonda ko'rayotganlar, Turkmanistonda ham bizni kuzatadiganlar. Butun dunyoda o'zbek tilini tushunadigan insonlar ko'pchiligi kuzatishyapti ekan. Hammalaringizni boshlaringiz omon bo'lsin. Hammalaringizga qo'l ko'taraman. Kattagon rahmat sizlarga. Endi aka bitta endi mashinani haydaymizmi? Qani bitta haydang qani? Boya mana buni borki shardi. Endi bir xursandchilikka oluvdim-da, buni bunday panqillatganimga qo'rqmadingizmi aka? Mang sizga shu. Oling. Gap yo'q. Bo'ldi. Haydang. Haydang oldinga. Vallahiga bosing, vallahiga. Do'stlar, haqiqiy ehsonni joyi. Qo'llari ham uncha yaxshi nima qila olmaydi. Oldinga harakat qiling. Yo'qmashga oling endi burun. Astroq. Yo'qmashqa bir mana yoqqa qiysi. Endi ko'p joylar bu yerda qarang, mana bunaqa joy ekan. Biz ketganimizdan keyin ehtiyot bo'lasiz aka. Sababi loy, yomg'ir yog'gan. Endi yashash joyingizni mana shu yer beton ekanu, lekin mana bu tomoni ham gitti qiyin masala ekan. Shuning uchun ushbu videoni shu yerga olyapmiz. Uyga kalaskani olib kirishning imkoni bo'lmadi. Akamiz mana shu tomonda yashaydilar mana. Mana shu tomonda yashaydilar. Lekin rahmat, hamma joy beton sharoit ekanu, lekin akamiz hozir 51 yoshda siz? Yo'q 49 yoshdami? 49. Adashma akajonim, meni kechiring. 49 yoshda ekanlar. Shu insonni baxtli qilaman degan insonni biz kutamiz. Allohim har bir bandasini o'z jufti bilan yaratsin. Boshqa gapirmayman, tushunganlar tushundi. Xullas, o'zingizning gapingiz bormi? O'zingizning gapingiz bormi?